kuniga 10 kilo ratsion bilan 2 mahaldan yem yeyapsizlar. Undan tashqari mana bu yerda mana shunday yemlarni yeyapsizlar. Va 10 kilo yem bilan mol necha kilo semirish kerak? Agar siz semirishini qancha vaqtda va qanday semirib turganini bilmasangiz, molingiz yo kasal bo'lgan bo'ladi yoki nimadirda ayb bo'ladi. Shuncha yem deydi-yu, lekin sizga ziyonga ishlattirgan bo'ladi. Assalomu alaykum, Sardor Uskan hurmatli tomoshabinlari. Biz hozir Toshkentdagi bitta katta fermaga keldik va bu yerda ushbu akalarimiz aniq hisob-kitobni to'liq bilayin degan maqsadda Tarozi Class kompaniyasidan ushbu tarozilarda xarid qilishgan va siz hozir bular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Pul hisob-kitobni yaxshi ko'radi. Albatta sizda hisob-kitoblar bo'ladigan bo'lsa, baraka bo'ladi va mana shunday katta-katta fermalar bo'ladi. Va undan tashqari biz sizga ko'rsatib o'tadigan mol tarozimizni ushbu ferma egalari ham bizga ishongan holatda Tarozi Class kompaniyasidan xarid qilishgan. Tarozi Class kompaniyasi qo'y tarozi, mol tarozi, mashinalar 10-12 tonnali va undan tashqari 100 tonna, 150 tonnali katta yuk mashinalari uchun ham tarozilar ishlab chiqaradi. Va O'zbekiston bo'yicha yetkazib borib, xudo xolasa o'rnatib berishadi. Ushbu tarozini bitta ko'ringlar, razmerlari 1 metrga 2.10 va bo'ylari 1.30. Bu yerda ishlatiladigan materiallar barchasi yangi ishlatiladi. Tepa qismlariga, reshotka qismlariga 4 ga 4 profillardan qalinligi, stenkalari qalinidan ishlatilgan va undan tashqari asosiy yuk turadigan joylariga 8 ga 6 dan ishlatilgan va stenkalari ham juda ham qalin. Va ushbu mol tarozimizda yana bitta afzalligi bu yig'ishtiriladi, upakovka bo'ladi va O'zbekiston bo'yicha shahar markazlarigacha dastavka qilib beriladi. Va xudo xolasa u albatta platni kelishilgan holatda bo'ladi. Endi taxminan 200 ming, 300 ming, 150 ming masofasiga qarab Toshkentdan biz chiqarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta ahamiyatli joyi mana bu indikator. Yaqinroq olib keling. Bu asosiy miyasi deb hisoblanadi va buni yana juda ham ko'p qulayliklari bor. Aynan Tarozi Class kompaniyasi uchun ishlab chiqarilgan va ushbu tarozini mana bunday mol kirganda, например, mana shunday kilogrammi chiqsa, bitta signaldan keyin bu narsa to'xtaydi va shu tariqa ushbu kilogramni o'zida saqlab qolishi mumkin bo'ladi. Va buni ko'rib o'tayotgansizlar juda mustahkam. Ertaga ustini olib tashlasangiz, qolgan dondunga ishlatishingiz mumkin. Tagi pollik, agar bu narsani ko'rib o'tadigan bo'lsangiz, mollarni bemalol tortishingiz mumkin bo'ladi. Va eng qizig'i, ushbu tarozimiz 1 tonnalik deyilgani bilan, lekin 2 tonnani bemalol o'ynab kulib tortadi. Va undan tashqari buni bir joydan emas, ahamiyatli joyi 4 tala oyog'i bor va bitta oyog'i bemalol 2 tonnadan da ko'tarila oladi. Va shuning uchun ushbu tarozilarni sizlarga tavsiya etib qolaman. Siz qo'ychilik bilan shug'ullanasiz, molchilik bilanmi? Agar siz yo'lda bo'ylariga joyingiz bo'ladigan bo'lsa, mobil katta avtomobilni, yuk mashinalari uchun mana shunday tarozilarni qo'ymoqchi bo'lsangiz ham eng ishonchli Tarozi Class kompaniyasiga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Narx tomonlama ham bunimizni mana shu tayyor holati 6,5 million so'm zavod narxida va dastavkasi kelishilgan holatda bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa ishonchli joydan xarid qilasiz va ushbu tarozilarni xarid qiladigan bo'lsangiz 1 yil garantiyasini biz bemalol berishimiz mumkin bo'ladi. Agar sizga ishonchli tarozi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Tarozi Class kompaniyasidan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Tarozi Class kompaniyasi yuqori aniqlik va sifat uyg'unligi. Like bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yishni unutmang. Tarozilarimizdan bemalol xarid qiling.